Yangi turmushga chiqqandan keyin qizlarimiz uyga borgisi keladi. Erkak kishi necha hafta, necha oyda jo'natib turishi kerak? Eng kamida oyda 2 marta. Oyda 2 marta, 15 kunda 1 marta demoqchisiz. Albatta 15 kun. Agar misol xo'jayini yo'q desa, qanaqa ish tutish kerak? Yo'q desa, endi imkon qadar kelishga harakat qilish kerak. Qanaqa yo'llari bor? Sekretlari bo'lsa ayting. Endi buni hayot ko'rsatadi. O'zingiz ham o'sha yangi kelin bo'lgansiz, paytida misol uyingizni sog'ingansiz, ruxsat so'ragansiz. Qanaqa qilib shu yo'llardan o'tgansiz? Sharoitga qarab ish ko'rganmiz. Qo'ymagan vaqtlar bora olmaganmiz. Aha. Vaziyatga qarab imkon darajada. Misol 3 oyda, 4 oyda borgan kunlaringiz bo'lganmi? Yo'q, Har oy borib turgansiz. oyda. Oyda. Qanaqa qilib shunaqa ruxsat olgansiz? Bir xilda bo'ladi-yu, yo'q bormaysan deydigan erkaklar bo'ladi. Prinsipialniy deydi-yu. Yo'q, u darajagacha olib kelmaganman-da. Aha. Ko'proq shu kunlarini topib anaqa qilganman. Qo'ynilarni qanaqa Yo'l topgansiz? topganman. Jak qaysarlik qilmaganman. Hamma aytganlarini qilgansiz. Albatta.